Farg'ona tumanidagi 4-sonli umumta'lim maktabida 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari faxriylari, tumanning hurmatli faxriy ustozlari hamda yoshlar bir davrada jam bo'ldilar. Mazkur tadbir nafaqat samimiy suhbatlar, balki yoshlar uchun ibratli maktab bo'la oldi. Yoshlar va faxriylar o'rtasida uchrashuv bu o'zaro fikr almashish, avlodlar o'rtasida muloqot va vatanparvarlik ruhini mustahkamlashga qaratilgan muhim tadbir hisoblanadi. Bunday uchrashuvlarda yoshlar faxriylarning jasorati, sabr, toqati, hayotiy tajribasi va vatan oldidagi qilgan xizmatlari haqida eshitadilar. Uchrashuvda so'z olgan chegara qo'shinlari faxriylari o'zlarining xizmat yo'llari haqida so'zlab berdilar. Ta'lim bergan ustozlarini yod etdilar. Vatan himoyasi sharafli burch ekanligini ta'kidladilar. Ularning xotiralarida aks etgan mardlik, sadoqat va fidoyilik yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Bizim maktabimizda chegarachilar klubi ochilgan. Bu chegarachilar klubi shu asosan kelajakda harbiy bo'lishga qiziqadigan bolalar uchun, shaxsan o'zim ham harbiylikka qiziqaman va bugun bizning maktabimizga faxriy ustozlar, harbiylar kelishdi. Biz ularga savollar berdik, ular bilan qizg'in bahs olib bordik. Juda ham qiziqarli bo'ldi, ham biz o'zimizga kerakli bo'lgan javoblarni oldik. Faxriy ustozlar esa yosh avlod bilan bilim olish, kitob mutolaasi, hunar o'rganishning ahamiyati haqida samimiy suhbat o'tkazdilar. Shuningdek, tadbir davomida faxriylar va mehmonlar maktabda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishib, zamonaviy kompyuter xonalari, sport zallari, kutubxona, turli xil to'garaklar faoliyatiga guvoh bo'lishdi. Biz chegara oldi hududlardagi maktablar bilan doimiy hamkorlikda yosh chegarachilar klublarini tashkil etib, shuning bilan bir qatorda harbiy xizmatchilar tomonidan sport va fan to'garaklar doimiy ravishda ish faoliyatini yuritib kelmoqda. Ushbu tadbirlarni o'tkazishimizdan asosiy maqsadimiz bizning faxriylarimiz ma'ruzalardan so'ng o'quvchi yoshlarning ko'zidagi olovni ko'rib men shuni ayta olamanki, kelajakda vatanimiz sarhadlarini qo'riqlaydigan yetuk ofitserlar, serjantlar ushbu tadbir ishtirokchilaridan albatta chiqishiga ishonaman. 3 avlod uchrashuvi yoshlar uchun hayotiy saboq, ustoz va faxriylar uchun esa faxrli daqiqalarga boy tadbir. Shuni yana bir bor aytamizki, avlodlar davomiyligi milliy qadriyatlarimizni asrab avaylash va mustahkam kelajak qurishda muhim ahamiyatga ega.